Men erimni hech qachon hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Meni bularga topshirdingizmi? Biz oilamiz ishiga aralashmay. Og'ir kunda doim erim bilan yelkama-yelka turaman. Begonalar bunaqa gap qilsa-ku, erim o'zini haqqini so'rab oladilar. Lekin o'zim ikkilar bunaqa gap qilsa, men chidolmayman. Adasi. Yuring ketamiz. Bor. Olib kelgan narsalarimizni kesgan. Yo'yini ko'rgani kelganmiz. Ko'rib keyin ketamiz. Ha, adasi kimniki bu? G'aybullaniku? Hazillashdim, shu mashinani o'zim oldim. Rosta? Endi bizning ham mashinamiz bor. Voy! Eviga chiroyli, ranglari ham chiroyli ekan. Yoqdimi? Rosa xursand bo'lib ketyapman. Anaqa menga ham haydashga berib turasiz? Haydaysan, onasi. Onasi, sen bilan ko'p narsaga erishaman, Xudoga shukr. Doim oldimda bo'lding. Yaxshi yomon kunimda men bilan faxrlanib, meni qo'llab-quvvatlab turding. Meni hurmatimni to'kadigan insonlarga qarshi chiqding. Har qanaqa holatda ham men bilan birga bo'lding. Men bu narsani hech qachon unutmayman. Uyimiz yo'q edi. Uyli ham bo'ldi. Sen bilan birga ko'chadagi qarzlarimdan ham qutuldim. Hozir endi mana yangi mashina bo'lmasa ham Xudoga shukr, mashinali bo'ldim. Buni zamirida seni meni tinmay qilgan duolaring, meni qilgan mehnatlarim evaziga Allohim buni berdi bizga. Men Xudo xolisi sen bilan hali ko'p narsalarga erishaman. Boringga shukr. Har qanaqa holatda ham men bilan turganing uchun. Adasi, men siz bilan doim faxrlanaman. Va har doim men siz bilan birgaman. Inshaalloh ikki dunyo birga bo'lamiz. Hasb. Yurmasam bir aylantirib kelay. Bir restoranlarga borib biz ham o'tiraylik, odam bo'lib turib.